Geldin mi? Assalomu alaykum. Qaysarjon bilaman tuzliqmi? Qosimjon? Bu Qaysarjonni birga olib ketdik-da, ha? To'xtam tuzuytili deb olib keldi. To'xtam? Ha? Manda cho'pa ishni qilmaylar Qosimjon, ha? Nima to'xtam degan? Bu bog' mening. Mush og'zimda chiqqani hisob. Ha, kelar yili kuzda ana toza pishqa vaqtida yiponni yenib olsa qanday qilamiz? Eng yaxshi to'xtam tuzayotganimiz yaxshi. Qosimjon, biz kimning aladi? Agar manda ishni qilib qolsak, otubimizga yuzlanmaymiz deyman. Bo'ldi, hisob berdim. Akamning ansirishning asosi bor Davudka. Bekrikanning 7 moyini ödegep qo'yib, oxir bir mo'sh qo'shlar ko'piga datdi. Shunga bu ishni to'xtatib yetayli. Qaysarjon, Ürümchida o'qiyverib, ash maqna o'tirib idaba bitsiljima. Shosini boshlab ketganda, ha? Dataxon. Qaysarjon hozir akamga yordamlashib shirkatni beqirtibdi-da. Bosh chaqlamanglar-juma. O to'xtamni qanday tuzibsiz-ku? Kelib ket. Mana Şumo analıq bağının 3 yıllık icra haqqı üçün 30 ming yuan. To'g'ri. Her yıl muşta vaqtda 10 ming qo'ydan beramiz. Bunu da mayli. Emse tafsili o'qib beraymi yo? Ya bo'ldi. İşimiz biz Qosimjonga. Shunga bir qo'l qo'yib o'tamsiz. Qo'l? Afgan xijil qilmagan. Men o'qimagan odamman. Ne bilib ismaymanmi? Emse ismingizni men yozib o'tay. Qo'lingizni siz besib o'tay. Mayli. Yozing. Aşkım ismim mi? Ekilatgan men ismimni yozitay. Buni qanday qilamiz? Bir oshdan bir qo'l qo'yib o'tayli. Ne kerak bo'lsa men? Mishaga. Ma ismingizni ustiga, Mush. Mana bo'ldi. Chiqdi. Men besitay. Mana. Pul voyagim be, qo'limizni besib etmaylimi? Qosimaxon, pul yanchiqdi-da? Ha, yanchiqdi, lekin miyagim be qo'limizni besib etdi. Bak, mana bu Mush, ha? Egrafga men bir besib etdim miyaga, bo'ldi. Ha, mana bittamdi mana. Bitti. Pul og'ash kelgansizlar? Ha, og'ash keldi. Ha. Anda olsa Davtaxon. Xo'sh. Mana 10 mingga sananglar. Bo'l. Meslik ishida. Davtaxon, bekor qilib sanab ol degan gap bor. Bir sanab e'lonlab qo'yinglar. Sizlar cho'pa ish qilmaysizlar, ham bilinmaysizlar. Bo'ldi. Amsa, qo'lingni ekanlar. Hisob. Bugundan boshlab mush bokslik o'tdi. 3 yillik. Ha, bo'ldi. Hisob amsa. Bo'ldi. Ma'qulman. Az biz qaytaylik. Siz turamsizlar, biz bilan mang'amsiz. Mening boshqa ishim yo'q shu. Sizlar saqlab turgan. Men ketaman. Anda biz men bir qaytilamsiz. Manga akam, mana. Qaysarjon. Men Davud. Maqla. Nim boğlar? Ben ana beklerim burada. Nim ziyan qilgandi bolar? Nim yegandilar? Bunu ziyan qildi bu bunasimiga. Qo'ychinim bolar. Bizdan yetib aslar edim. Boshdan egiz qilib kichkina yoslar. Kichkina yetib aslar. Uy, voy qanday qilaman? Uy, qanday qilaman? Mushna vaqt Qosimjonga ketgan donni alar yurib qoldi. Qo'ychinim bolar. Ma'qul ekansiz men mang'ay. Aynur achamga deb qo'ysang, uyga berib kelsa bo'pti ekan. Onamning va Qaysarjonning to'y ish to'g'riliq maslahatlashidan bir gap bor ekan. Ma'qul. Ammo cho'ngiga bugun boraman, erta boraman deb faqat vaqt chiqarib olmayapti. Aldirashgan emasmi? Kechtiribdim bo'lsa bir berib kelay. Ma'qul. Men yetkazib qo'yay. Bo'ldi. Ma'qul ekansiz men mang'ay. Ma'qul. Oldirmaroq ma'qul. Bo'ldi, ma'qul. Ma'qul ekansiz. Balam düşengol. Bey balam düşengol. Vay Allah'ım, qanday qilaman?
Bu danışmanın yoktu ne? Estağfurullah. Düşüne geldim ana. Vay balam çakal bulaycı. Ne oldu? Vaxtıdı geldim. Oy. Var bir şey oldu. Ne oldu lan? Rüşenko! Ne oldu? Ayağını sattı, oynayıp kaldı kındaklan balam. Ya da adam mı yok? Bu ne doktor kapırla? A köprüler geldi yakına ana. Çakal bulay balam, çakal. Rüşenko! Vay, ana, Kaysarcan balam çatak oldu. nima ish bo'ldi? Ha. Ma'qul. Bu ishlarimiz dadamga demay turaylik. Dadam usxon besmallab qolmasa yana. Ma'qul balam. Siz chaqqan doktorxonaga bering. Beribdan bir şengulacыңызның ahvolidan xabar tepib, men xabar berib bitingizmi balam? Ma'qul. Undan so'ng G'azil akam telefon uray. Ma'qul emsa. Ma'qul. Doktor, qanın neticesi çıktı mı? Çıktı. He. Ayağınızda ağır dereceli kan az ekan. Şoň meňse kan yetişmeydi ekan. Kan aýlanyşym ýaxşy emas ekan. Bugün o işden ketişden sebebim şu ekan. Bizni bak qo'rqitib etdi Juma doktor bu xotunim. Bak qo'rqib ketdim men. Ayağınız kan toluqlaydigan yemekliklerini köprek yep bəsin. Ma'qul. Ağır ayak boğalık üçün ukulurmuduk. Doğru mu bərməyimiz? Yaxşı bir qanla. Başqa iş yo'q mu? Başqa çoğun çataq yo'q. Pat kep oksigen sömürüp dost buldu. Ma'qul doktor emsa. Rahmat. Ma'qul men chiqay emsa. Ma'qul. Qanday tursa? Yaxşı. Bak qo'rqatdan Juma xotin, bak qo'rqatdan. Etizni men bilan tan ketmay chep yursang, sen de xeyli kuchlikmi ketsam, amaliyot bek ojiz kelsam emasman. Sening ma ahvolingni ko'rib, tas qoldim men uchib aylanib ketdilar Juma xotin. Tan qirib, tan o'tgan nisib qilsin. Oy bo'ldi, chaqchaqlarni qo'ysizlar, doktor nima deydi? Doktor nima deydi? Qon oz ekan, qon yetishmaydi ekan, teni ojiz ekan, obdaroq quvvatli ozuqlansin deydi seni. Ma qo'saqdagi bolani xotirjam yangiydigan ishni qiladi xotin. Juma. Ma'qul hocam, ma'qul deganlar kelsin. Chaqish berayman. Yo'q, ishlanish kerak. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kelar. Qo'zg'alma. Qanday tursiz acha? Yaxshi. Ukam doktorga kelganimizni qanday o'qitdingiz? Shu onam telefon urib ekan. Asta. Onamga telefon qilishni unutib qoldim ya. Qasimjon daran onamga telefon qilib, onamni bexotirjam qilmaysizlar. Ma'qul. Ukam hammaga parakanda qilyaptimi? Voy, yaqay acha. Sizning yaxshi bo'lib qolganingizni ko'rib, men xotirjam bo'ldim. Biz bek ansirdik. Aka. Onam telefonni men qilib qo'yay bo'ldi. Ma'qul. Onam qancha ansirab ketgandi. Ona bir demay. Assalomu alaykum Qadran aka. Aleyküm assalam Davut axon. Nega bola? Egmandim. Kesla, meni vasla. Men aprita, kesla. Rahmat. Men bu asto mangay. Sen yo'llanma menga. Ay, qachon menga berib bo'lildaymi? Lekin mislar fishda aprita, kesla. Keling. Men ashvish degan gapingdan qo'rqaman. Rahmat sana. Menga. Xotirjam do'stlar. Asta aydaymi? Kesla. Sizni bir xizmatlarni qila olay. Asta.
Minib oldikmi? Ha, mindim. Davos chimot tasla. Bag'diqa? Bag'diq. Ya. Qadrar aka, men ishim bo'latamda. Ha, mushundaq mansaq bo'ldi. Toksiklikni qachon sotib olding? Ha, bugun. Qosimjondan pulni elibla toksiklik sotib olsanda. Bilib oldilar, ha? Men sizning ishingizga aralashmadim. Ha. Kelar yili ana pishqanda gapingni yana olmasang bo'ladi-mi? Hay, xotirjam bo'lsin deyman. Biz kimning alada, ha? Agar shundan amir chiqib qolsam, shu oylimni ko'riga tatigizib, hudud sazoy qildirlar meni. Bugun hammanglarni avara qilib etdim-a. Voy balam, bu nim deganlar ha? Yaxshimanchilik saqlayib qollar. Biz shuning xo'sh balam. Qosimjon, Ha, dada. Ro'shangulni quvvatli narsalar bilan obdan baq. Er xotin degan bir-biri ko'nmasa, bir-birini osirmasa bo'lmaydi. Ma'qul, dada. Anisi silimi jafo tortadigan bo'ldinglar. Voya. Ro'shangul, obdan demelan qizim. Ma'qul dada. Siz ensirimsizlar. Daim bir sonda ketadi. Biz chiqaymizmi? Ma. Chiqamsizlar? Siz chiqinglar qo'yadi. Ha, ma'qul. Ma'qul dada. Allohim. Ha. Juganza. Baq qo'qatdan juma meni. Menimda tutun chiqib ketdi juma xotin. Voy, shuni bir demamiz. Agar doktorxonaga vaqtida bormagan bo'lsak, nima ishlab ketav qo'ydi. Og'zingni eshitmagina, hamma ish o'tib ketdi. Bundan keyin o'zingga diqqat qil juma salomatligingga. Bolamni bir sog' salomat yengib olsam bo'ldi. Salomat yengisa, qara, beshikni ekib qo'ydim. Bu beshikda Farhodjon, Roziya, Erkinjonlar yotgan, endi mabal tug'ilsa bo'lmayapti. Qaysarjonning bolalarim yotdi-da. Deganlar kelar. Quton. Tushdi. Nima tomoq deyapsan? Buloqmanda. Do'sa. Sen jiqroq aytgan. Davtaxonning aksi o'lib ketdi emasmi? Yana bir berib bir pat o'qib qo'yaylik. O'tgan o'limiga bordiq-ku. Beraveramdi. O vaqt o'limiga borgan bilan da qufri qilib berib keldik. Bu domanda dasxon qilib berib qo'yaylik davtimi. Ma unga suvni quyib olatmadinglar. Yana bir qatimda berib kelamizmi? Ey, tugmandan bir uni bir bakaliq ekilayotgan ekan. Yana ozroq uni qo'shib yug'urib bo'ldi emasmi? Hey adam, men bir vonan solma demadim, mantitma deyaptim menda. Go'sh o'sola? Döt nima kelsa. Ey, mantining jildini qiliroq qilib. Ha. Qishimizga azroq endi basayni to'g'risang tugmadimi o? Nimachi amraqsil o Davudga eskiga? Eski Davud deyam ava. Biz sening umchug'ini o'rgatmaganda va eskulab. Ishqilib. Xushmalkanmidim shunday aytgan. Eski degan bilan ko'ngli yaxshi nima deymaning deyman, so'qmaysa. Hey, eskining qanday ko'ngli yaxshi bo'ladi? Sen uqmagan ekan, to'liq kasilda va men bir ishingni bir qilmayman. Hey, mana qo'yla. Sen baqwa. Azroq uni aralashtirib suv qo'ysang bo'ldi. Men baq chiqib yana azroq basay kira ya. Chiqib. Ay, buni to'lgan. Ay, nima tartibda bu adam. Bu hamda o digna uyda o'tamaydigan bir nima aytsa bu. Yey, ulan bo'g'a uyda ba'dot daqdaqtiraqon. Davtaxo! Halide? Aka! Voy qarindishim! Begimning biriki akam! Uyamning o'tirigi akam! Begimning biriki akam! Davtaxo. Uyamning o'tirigi akam! Voy qarindishim! Davtaxo savr qilinglar. Voy bag'rim! Savr qilinglar, bo'ldi, savr qilinglar. Endi o'lgandan keyindan o'lguni bo'lmaydi, Davtaxon. Ilimo biz 8-10 kun bo'ldi. Hem sektorda yig'laversak. Jurlar uyga kirib yig'langlar, men tang yig'ilishib beray. Jurlar. Meni bekrafim, meni.
Akam. Vay kardeşim. Sevir qılыңlar. Akamның orduki akam. Hadi bo'ldi qılыңlar, Da'taqo. Saatçı adaş. Ben neçə vaxtdan beri şirketnin işleri bilen bu gidip, kooperatifin işlerini sizlere taşlap koydum. Doğru düşün olacağım. Adaş, seni bizler bugün değilsek olmaydı. Sılman şirket güllep, ronaqtap sıla. Ben şunu hoş olun. Qandaqlı olmuşsun, her qandaq işti ben bir vaxtıda xəbər tep duray. Eğer ben kerek boğa vaxtda dərhal edip gelirim. Bolu adaş, bolu da. İslam'a herhalde öz yoluyla gitip arada. Bırakın şu, o bulunuz'a. O yana nimdeydi ki? Vay neme deyte. Kıyım emkarlık kooperatifinin paydasını zavut için optu. Ha. Kıyım bizle özünden haltısı soludu. Kıyım hem de paydını ağrı olsun diyen de gepler. Ben o bulunun başındaqdaydı qallığını vurulup pərəz qıldım. Boptu, o sözler versin. Kim biz paydını ağrıp bəgəndə ağzı besila. Şu emas mı? Bu hesapla hemiz enik dursa. Hey? Davut görünmeydi o. Onun gepini demem adaş, onun gepini demem la. O vurullu kılıp öyle yetip kesel olup kaldım dep işlerimizi aksıtıp koydu. Şununla onu başka birisini yengişlik etti. Hey Davut. O neymiş kuşuna kıladıqanda? Ben hiç bilmedim cuma adaş. Bombası onunla kolumuzun kelişi yakışıklığının hemmeni kıldık. Boptu. Navada o yani işleydim dep kep kalsa onu işe el anladı. Çünkü onun uşak balları var emas mı? Adışım, işinde gepilneyi bir demenla. Ben onundan aran kutuldum. O fakat yakışıklı bildiğin adam emezken. Baldı adaş. Konulunu düşünüme. Biz ondaq demeyli. Yaxşılık her kişinin işidir. Yamanlıqı yaxşılık her kişinin işidir degen gap var emas mı? Akam. Amin. Akam. Allahu ekber. Sevir qılыңlar, Da'taqo. Akam. Da'taqo. Akam. Bo'ldi qılыңlar. Yetti nezirsini ötküzüp olduk. Şimdi jığıla versenle bo'lmaydi deyman de. Bekraxon. Ha? Biz qarindosh bo'lsak, to'yning nag'mini avasi, o'limning assi degan gap bor. Tog'dek bakam o'lib ketsa, ikkingiz bishimi demasam sen tomamda. Sen tomam deb ketkinni. Da'taqo, men bilmaydigan akuf emaslar. Bunchalar azachib ketgidek hayot vaqti izitishmi o'tmaydinglar. Yilqi yil cho'taqa. Miras talishib tas qaldinglar. Bir-biringni o'ttirib etkin. Boltqinlar Bekraxon. Baqat anglab qal sep turdi. Eskat ödün chiqibdi degandek, sizlar mendan olso'g'ini keldingmi yo? Edimdan yig'nashqini keldingmi? Olso'g'ini keldim. Olso'g'ini biroz kep qiysa, yig'iringlar ichilib qolgan ha? Hay, çaya çıkar çay. El al. Qani, bak. Yelimiş ki bakka çotranglar. El al. Quruq kelishib avar olishaplar. Voy, helim mana ana deb bir vaqt kep bulamay ketdi Xolidim. Endi bu bizni olib ketdi. El al. Az. Xo'shmi epireyim sen. Ya bismillah. Man o'xshatdim ta. Yanla. Voy, ostaroq yeslar gallira turib qolmasa yana. Çay koy. Elon? Kızık Elon. Çay bilen ha. Elonla. Şaban. Ha? Bakın Ne var mı? Meslek da bakın Meslek? Bakın Ve toxtanglar. Ya bakın Nim gap bor deyman. Nada deyim lan?
Uşkel nimni maslahatlashdigandu? Voy data ne bo'lding la? Yengilda jon qolmabdi. Ta. Data qo'y. Dimimsil deyman. Mana azlab qilib deyman, mana. Ya hazrat. Voy. Data qo'y. Nega chamg'ul kimilg'anga urkol qo'shmaslar? Ma cho'ng maslahat bor, yo'q men deyman. Mana. Ya hazrat, nimaga bu odammish adashdim? Voy. Dataqa. Sen bu baq kirib degidek zat nima gapda? O'tirala. Ha? O'tirala. Manda gap bekroq qo'y. Ha. Mush uzundan bir ishimni saqlab kelayotgan. Hech kimga demagan bir gap bor. Seni o'skirib deydi avdiman. Ha. Dangla. Masını o'skirib davdiman. Hech kimga demoqchi adash. Hatta xotinim bo'lsin. Voy demayman. Ma kelib qoldilar, qattiq qilib qolsin. Buncha chiqdi. Yo Allah, voy adash. Eski paytimda gapni so'ravermay, gach deymamizlar. Mana deydi avdiman qo, ha? Ma ishtimaqo, sizlarga bu ancha uchun nap deydigan ish ma bu. Voy yurka, ma gapingda mening yurkam yerilib ketaydi avtida. Yurkim yerilib tugab ketib qolsam, akanglar bir ko'mib qo'yganda ko'mib qo'yasiz jumada. Yo'q, gap qildi ekan ma bu. O'zing bilasan ku, ha? Bizning cho'ng dadalarimiz, pomuch qilib, noyt pay o'tganlar. Uf. Yo, ma gapni og'adash, men ming qatim deydinglar dash ma gapni. Eg'iz qarashma, jim turib turinglar. Ha. Ayni vaqt bor-ku, o'sha bog'ning o'rnida cho'nidan Rahmat Sog'on hashamatda cho'g' bir qo'rg'yapti. Sizlar bilamsizlar? Men biyasining cho'ng dadangning og'ini somsam, qanday esimda bo'ldi bilan? Hey, sen bilan biz kichik vaqtimizda bog'da o'y. Albatta esingda yo'q-da. Ha. Qiyilari bor-ku. Ha. O'sha boy pomishlarning mollarini musodir qiladigan ish chiqdi ekan. Shu chaqda cho'ngdam rahmatlik mol dunyosini tortqizib qo'yishdir ansirab, ha? O'zining oltin kumushlarini o'sha uyning ostida ko'mib tutgan. Ha. Ondan-chi? Ondan bog'u, o'yli ko'nrab ketib, ha? O'sha oltin kumushning hammasi o'sha qilgan gap, bu o'lchak qildi emasmi? Mishadimi? Ha? Bunda danglar. Ma urukning g'ozonlarimda sop-sariq sag'irib ketdi desam, mush yak ko'mgan oltin kumushning ta'siridan shun sag'irib ketganda urukning g'ozonlari. Chaq qilmang deyman ishqa. Endi bog'u, o'sha oltinni ko'lab topadigan, mag'zin chiqadigan payt yetib keldi deyman. Voy, mush gapmi-da? Voy, kichik gap emas, yo'g'on gapmi deyman. Adash, bu oltinlarni ko'mganni ko'rgan odam bormikan? Dadangni ko'ribdikanmi? Yoki akangni ko'ribdikanmi? Oldidan bu rasmi yolg'onmi? Men armamsizlar. Nima deydi-ki debdi bitaqa? Hey, dadam ko'mibdikan. Lekin o cho'ng dadamning "Hey isit oltinlarim, musha ko'mbatmasam bo'lmadi" deganini anglabdikan. Dadam kichik tursa o chaqda. Dadangni nima ish qo'lmabdikan oltinni? Dadammi shu, ko'lsam boshqalar musodir qil deb qo'qab ko'lmabdikan. Keyin zaman o'shalganda, "Ani ko'laymi, meni ko'laymi" degicha gap ulab qolgan gap. Ha. Davtaqo. Ha. Ma ishni akangni bilamdi ya, bilmamdi? U baldurni uy olib chiqib ketgachga, bu ishda xilpalli uqdi. U necha qatim degan menga, o'shani ko'lab baqilay deb. Men unamagandim. Yana bu san bo'lmaydi deb. Agar u ko'lab topgan bo'lsa-ku, hammani o'zi egallab, menga tinachligim bermaydi. Nima ish qildinglar? Sen degan uyning kichigi, birasini hammani sen olding, oltinni men egallayman deb bermaydi menga. Qattiq ensirgandim. Mush akamdan kiyilib kelsam qanday qilaman? Oltin o'sha qilib qolammi deb. Ta'lim bor ekan. Undan keyin qoldim. U mendan burun o'lib ketdi. Mening vaqo rasqimda egisi yo'q, o'sib ekan. Ta'lim bor ekan. Manda danglar. Texe. Voy akam, bag'rim akam, jenim akam deb yig'lab ketganlarini qanday qilay texe. Voy Allah. Yo'qdan shetib ketib gap qilmanglar deymadim. Jazza qaytib. Anda bo'lsa, qanday qilamiz emsa? Qanday qilamiz? Voy Bekraxun. Bu nima qirqitib bu baq chiqmaysiz, nima qilyapsizlar? Voy xotin. Biz ma bog'da bizda havoyigach mungdishyapmiz. Chiqishda chiqamiz. Eli chiqdi. Ha. Tova. Hey, adam ulanpatisi kelib havoya otamsizlar?
Mamamda. Bana işin kılıyor. Hazır çıktı. Bulağla. Sık edemde. Anda gel bekle kon. O kulalıkın kölüğünü mü? İşkiçöne kölap bak deyip kere başayımız. Küçüm yetmedi erip kettim. Şunu sılığını kölüş bilemdeki dağıtıma. Davtaqo. Mağdurunla qanmağan eken, asmanda gazning sho'rib sig'ib nanchilab ichivermay. Unda jonga tushliq ish qilib, men jonni qijlamay bir o'tmaylimi? Tövbe. Hey. Sizlar şu altın balığı işinmeyapsizlar? Men deb qo'yay, mush yerda oltin cho'qim bor. Bir kunlar uni tepalaman. Tepagandagi bag'o, ash qiyim degan qilandan oldida, ash oliy mashinada birnalab, ash g'aqirtib, haydab, kuzda uch chiqib o'taman. Yo'q, ash hamkorlik kaprabni bir-birini qurib, kaprabniki manda oldu deb ko'zi ko'zib qo'yimman. Ha. Manda gapamiyada. Shu chaqda hey, konuşmayasın bu diken. Bire moto olsun ben olardım deyip güzanı kızartıp qarab otamağına yana. Ha. Qandaq? Bo'pti. Konuşmayasam konuşbiray. Agar ash oltin chiqib qolsa, men qanchalik berisizlar? Ay, sen de men meni ayaytdim. Ishkimiz jim og'in o'g'an degan baqo. Sana 1 kiloga 100 gramdan beray. Qandaq? Arama. Hey! Başlık 10 gram altın bersem 10 gün ko'lab birdi. Senin ma og'inimkan, qo'ynada tugas qo'njanqa deb sana birey da'otim mani kuyinib. Ha, qadar? Davtaqo. Yana ko'lsaqmi, ko'layli. Oltin chiqmay qolsa, qanday qilamiz? Asta. Voy, tegishilmayapsizlar. Men bor degandan mushada cho'qim bor deyman, ha? Ajab beshimni qaydirib etdingiz, Davtaqo. Mundaq layla. Bugun men kechda men qaytib berib, bir kecha ravsbi o'ylashib olay. Undan keyin ati javob berajman. Astagfirullah. Aras. Sizlar bu yerni ko'layim deb yurib, qo'tanda ishlamamsizlar-da? Qayg'ina qo'tanning gapini. Adamni eshakda kishiltib o'tirdik o'qaq. Ishlamang bo'ldi yerda. Men baqo, bu oltinni tepasam, ha? Yo'g'on hamkorlik qilibdan birini qurib, shu xatni uzib ishiltama. Qandaq? Ha. Qandaq? Men aldı bilan inimiz Mahmudjonning shirkitimizga a'zo bo'lganligini qizg'in qarshi olaman. Bizga mana Mahmudjondek tirishchan, iqtidorli yigitlar to'limiz zarur. Sening shirkitimizga bir kishiga his qo'shadiganligingga, shundaqla istiqbolingni mana mush shirkatdan topadiganligingga to'liq ishonaman. Rahmat Qiyimka. Men cho'qim umidingizni yerda qo'ymay, tirishib yaxshi ishlayman. Qiraatxonaning ishi muhim ishdi. Sen bu yoqqa yenib kelib, qiraatxonaning ishi keyniga desab ketmasa. Xotirjam bo'ling Qiyimka. Qaysarsizlik demadimi? Men u yerdagi o'rnimga Navrinini qo'yib qo'ydim. Undan o'xshash bir kitobxumar, tirishchan bola bo'ldi. Yetishmagan yeriga men u deyishib, maslahat berib turmam emasmi? Undaq yaxshi bo'pti. Amsa o'zimizning gapga kelaylik. Hozir zavod qurilishi asosan bitib qolay dedi. Endi shu sovuq ichimlik ishlab chiqarish uskunasini setib oladigan ishga oldirmasak bo'lmaydi. Qaysarjon necha vaqtdan beri vaqtining yar berishcha tor orqali uskunlarni bir aqor tekshirib chiqdi. Lekin Mahmudjon uka, sen shu murakkab uskunlarning ichki qurilmasi, iqtidori, chidamchanligi haqida hozirgi bizning ahvolimizga, sharoitimizga mos keladigan yaxshi uskunlarni tavsiya qilmasam bo'lmaydi. Nachar, saxta uskunlarni setib olishdan saqlanaylik. Gulmira sana yordamlashsin. Qaysarjon ikkimiz zavod qurilishini tekshirib o'tkazib olish, sovuq ichimlik bozorini tekshirish, bozor etish qatorliq ishlar bilan mashg'ul bo'lamiz. Vaqt bakmiz zich. Shunga qish kirib ketishdan ilgari biz mahsulot ishlab chiqarib bozorga solmasak bo'lmaydi. Bo'ldi Qiyimka. Men cho'qim eng yaxshisini tanlashtirishini. Bugungi gap mushagicha bo'lsin. Qaysarjon, ikkimiz qurilish o'rniga yana bir berib kelaylik. Ma'qul aka. Sizlar almashtirib olamiz. Bo'ldi. Gulmira, yiliq materialni olib bir, ha? Ma'qul.
Acayip kıyın değil mi çoğundan degen kasapet ha? Hey, o altını var bay olgan bilen kalız pekat işi berke çoğundan ki. Bu altını kömgendeki kömgeyin da bir belge koysa ben bunu çıkıştan almayı nasıl deyim? Taqwa. Silingwa. Kallağını işlemeydi antasa. On qapaqa deşkensiz mi? Bolda. Bu çoğunda da onu belgi qilib qo'ysa, hammadan topmamdı ne? Hey. Şu başkalar uqmaydigan bu şu menli bildiran qilib da belge qo'ysa bo'lmadim deyman. Ha, bekardı bekerim uşık. Gep oldum endi. Taqo. Ha? Bagirib ketdim men. Ussab qaqjirab ketdim. Uyga kirib choy demlab chiqinglar. Aras. Xolid ham bado uyda. Ma qo'saq ichib angrab ketdi. Lag'ma aytayotganda ha? Ya Allah, bu qiyg'a ishonlar tayin yo'q. Qo'saqdan gibi qildi kensizlar. Hey, bayatdan taqa yo'g'onchiniga 2 dona chinab yedinglar-ku. Yo, hazrat, ma gapni qarang. Ey adash, qachonqi non tuva? Dapchasi ovoz chiqdi, qattiq nonni ekirib qaynoq suvga tishlab birib, qo'saq turamdi undan degan. Unda oltin ko'lgan ekan. Go'sh, pula, unda lag'men bilib baqmamsizlar demna. Hey, bu oldilar bu oltinni bir topmaylimi? Anda yememdi o go'sh pula olana, ha? O xalqxon hozir o'ydi bo'lmasa, ha, ko'rlanglar. Yo, gapinglarmi chiqqan. Ha, bo'ldi. Men ko'lab turay. Siz dik kirib ay navatning yo'g'indan selib, atning qanday qilib bir choy demlanglar ussatmaydi u. Oy, maqi boyg'ujam, maqi begim. Ha. Men yil demlab chiqay. Kichkina ko'lib turay, endi demlab chiqay, ha. Maqli. Ko'layli. Taqo. Ha? Nima? Nima bo'ldi? Nima gapmi? Mikrofon nima gap? Men deyman. Agar mush men ko'laga yerdan 10 kilo oltin chiqib qolsa, menga 1 kilo bersizlar. Yo'q, gapda qilgansizlar. Bu ishkimiz el ag'in to'saq 1 kilo demak 2 kilo denglar menda. 2 kilo? Ha. Mush gapinglar rostmi? O 2 qo'llar. Mana 2 kilo berdim. Ashta bo'p qolsa, navada. Men bog'o. Xotinni birini almashtiray deyman. Xotinning chiroyli xotinning biriga almashtirib. Ashta bir yangi ishlab baqay deyman. To'xtanglar. Sizlarga bir 3-4 xotin almashtirdinglar. Mening shu bir xotin bilan umrim o'tib ketdi emasmi, dash? Qo'yinglar, Bekrapon. Hadi kichik dedingiz. Da cho'ng-cho'ng ishlandinglarmi da? Cho'ng-cho'ng? Ha. Masalan, qanday cho'ng-cho'ng ishindaysizlar? Agar baba, mush oltin chiqib qolsa, eng oldi bilan Olipran, Poyuz, Mitsubishi, Aviamatka deganlarni sotib olib, cho'ng-cho'ng do'labdek sotib chiqib sayohatga. Masalan, Qo'njirab, Qo'rg'as, Amerika, Vengriya, Polsha, Misr degan davlatlar bor-ku. Ashga chiqib sayohat qilib o'ynaymiz. U yer deganda bor-ku. Kilodi ko'rganmi? Ular serab chashaq chiroyli qizlarni. Ashlar bilan bor-ku. Nikodos, boqqara kirg'or deb so'zlashib, sayl qilamiz deymiz, sayl o'ynaymiz. Yashaymiz manda. Qilib kelsizlar. Ha, to'xta. Mening alqi Qo'rg'as degan davlatga ancha chiqim yo'q. U bajroqday deyani. Mening yeqiroq mundaq be, ko'zga yaqin mundaq. Ishtiqroq qaytib kelgan oldigan mundaq alqi. Natalqi Fransiyaga borg'im bor, Fransiyaga. Ey, ahmaq, Fransiyadan borg'u, alqi nima? Kanada yaxshi ekan. Shu yerga chiqinglar, shu yerga. Sen Kanadaga chiqivra bo'ldi. Kanadaga sen chiq. Ikki arilib, ikki yana ko'mimda. Anda olsa adash, anda olsin. Bu sizlar meni Kanadaga ustib qo'yinglar. Men sizlarni Fransiyaga ustib qo'yay. Endi kelgandan keyin baqo, qaysi yaxshi ishimiz bor. Biz deyishlar. Qanda ularda bag'andek o'limiz, ha? Anda bo'lsa, biletni sen yutasa-da. Yo'q, gapda qildigan. Hamma chiqmang, mendan cho'ngib keladi, o'ynab baraman qara. Uldigan jon qara. Bizlar ko'tarib uzab. Ag'in to'saq emas. Mana mushiring bo'ldi-da, mana mushiring bo'ldi. Oldin, yana bir xiyolim bor. May meldi baqo, tip chiqib tuzdi yutib, ha? Ay, rat. O'ylin salamiz. Ma qiyim degan qilamdani, qung tip. Jangalliq yo'lsil yutib.
O kaledeki nimba bizden kadrımızda yarışalım tıpiyagi var. O vaqtida bu mayli bunda yezib turavermaydi. Bular bu bazar shakllantiradi. Zavod qurimiz, zavod. Bazar. Buni odamni ishlatamiz. Zavod qurib. İşletsek üzem boshqarma. Senmi? Mayli. Sen ashuni boshqa. Men endi katta boy bo'lgan ekan, men manda nazorat qilini, nazorat. Oshda olib qolsa. Oshda olib qolsa, mening yurkim yerilib ketadi dash. Hey. Yurkin yerilsimi xotirjam bo'l. Men oltin bo'lgan ekan, o'zim davoldim seni. Yurkin xotirjam yerilaversinlar bo'ldi. Men sen bor deb ishonchim komilda menga. Qo'ladash qo'l oltin topay oltin. Ya adash, boytimiz ikkimiz achib bir senpen deyishib ketdik, ha? Qizzoq gap qilgan. Qachonki senpen deyishmayman, sening mening deyishmaydigan tursak biz hozir hamda. Ikkimiz degan jin ag'in tursak. Urug' chiqqan deb ketdik, urug' chiqqan. Ha? Unda bo'lsa, qach ko'lab oltin topilay. Yani ko'lamda. Adash, sen kirib. Navatdan bir selab. Qanaq bir chaydanib chiqadi. Yo Allah. Tek şu koydum senle, unutib qolmadinglarmi? Adash usab ketdim men deyim. Qo'pa. Men navat bormi yo'q qarab baqay. Qo'l qashtiringlar. Badatding adash. Qo'l. Ya. İştikram. Hazır. Chaqaraq qo'lang, chaqaraq. Qo'layim. Nima qilmoqchima? Tarangga qilganda to'xtangchima. Cheqilib ketib oltin chiqmoqchi bo'ldim so yana. Ya to'xtaymi. Bilma, unchalik ishni dash. Voy. Bo'ldi. Yig'lab o'tirib ketsan ho. Ranagodan tilpib ketgansan. Ko'yib kelib ko'nglim buzilib. Voy. Shu ishmida. O'tganda o'qishga evatmaydi desam, unimaysan. Endi buningning suyini qilib o'tirsam ishda. Xoting ish degansa. Ha? Ranagul qandaroq turibdi? O'zi xeli yaxshi o'xshaydi. Shu sal g'eribsinib qolgandek turdi. Sizni bek so'rab ketdi, dadamni bek ko'gim keldi deb. Bir tilpi urib qo'yolmayman, bir o'gay bolam bo'lmagan ekan u. Voy. Men taqa o'tkayapti o'dimg'a. Hozir men bir qo'lni un qilolmay olsam, aldirachchilikda. Күнді топтарат келісілер, алдырашыл дейсілер. Неміш қылғатысылан күнтан о дағытағын біле. Құтын, біз вағу азыр, ма қимақындек вағу, кооперативтің бірінің құрышық таярлық қылғатымыз. Ма? Толы bir күлгімді кәлті мәңла бәкір ақын. Сілің я қиымкамдек пұлыңлы болмаса, немәңлі құрсылы кооператив не? Даватқан кепіңні. Ey, adam қиғашын адам қыламам декен. Yani 6-5 günden kim bağı körep kalsa İran'ın noğuçılıqını. Şunda osuğu doppamını asmağa tuttum. Şu kapılınlık kursla deyme. Bu bağı hazır məxbi. Qurq gep nasıl qılıb. Lağmayta oğuştup tez bir maquzaq ağırap ketdi deyim ağırap. Maqul. Sen itay. Lekin şunda pul yinanlıq kirip qalsa bekraqon. Ürümçigi berep bizmo qızımızın mektibini, turvatqa yerini bir körep kildi cuma. Şu bal ketkenizde. Bütün xiyalim şununda qolam faqat iş qapamadı. Aldırma xudun aldırma. Vaqt kelgende bağı senin muş ögüzdən davamlıq şu ütüdüğən əriblan bağı. Şunun da otağızıb apırma. Uftungma? Uyey. Ma, uğan mı düşünme bekraqon? Uğan. Ma, kulaqlarımı şenme hatımına. Şununla, ha? Qopa iştiküler. Ma, qol mənlərmə etdi. Bunlar bizden armayıp duruyor hemen. Vay bilet. Vay can. Uf. Ma, bizni adamdan sorsam, hemkarlıq kooperativ qurvatımız deydi qarısılar. Bu zan neymiş qılatıdığandı o? Oy, şuna desler xəl çıxan. Mən sizə rast gəpini desəm çox. Ola bizden bağının işini kolatdı qarısılar. Bağının işini? Oy, neymiş qılvatısılar desəm, ağzını yum işini qıldap tırvaldı.
Bekrak kirishvoysam toyoq yemem deb qo'rqdim. Menimcha ular ko'chaga chiqib ketmagan ekan. Yoki yomon ish qilmaganga nima ish qilishmamda. Qanday deb qil chiqar? Hey, bo'la bir gap. Azizane diyorim var. Vay, kaçta deb makanim